Assalomu alaykum Chorva biznes kanali obunachilari, YouTube tomoshabinlari, Chorva buqa ishqibozlari. 2025-yil 22-mart shanba kunida turibmiz. Esinglarda bo'lsa, Qirg'izistonga borib video tayyorlagandik. O'shanda bir qirg'iz birodarimiz "Menda sotiladigan ot bor, WhatsAppdan tashlab bersam, kanalingga joylab berasanmi?" deb iltimos qilgan edi. Hozir WhatsAppdan tashlabdi. Otimizni bo'yi 1.60 sm kelar ekan. Yoshi 5 yosh. Sotiladi. Andijonliklar otga ishqiboz bo'ladi, bir kanalingga joylab ko'rgin deb iltimos qilgan edi. Sotilib ketsa xursand bo'laman deb videosini jo'natdi. Laqabi klichkasi Limon deb atashar ekan. Bez qamchi, chiroyli holatda yuradi. Chavandoz tanlamaydi deyapti. Otini rosa chiroyli maqtadi, o'zi WhatsAppda yozdi ovozli qilib. Xudo xolasa sotilib ketsa biz ham xursand bo'lamiz. Kanalimizda juda ko'pchilik buqa ishqibozlari bo'lgani bilan like, kommentariy yozib qo'ysanglar, like bosib kommentariy yozsanglar, buni ham egasi topiladi. Narxiga kelsak, narxini $8000, ozgina kami bor deyapti. Tamojnilarni kelishamiz deyapti. WhatsApp nomerini qoldirib beraman pastda. Ishqibozlar bo'lsa, telefon qilishaveradi.